Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy Amerikadan umid qilaman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainadagi reyting va saylov o'tkazish zaruriyati haqidagi bayonotlaridan so'ng video murojaat yo'lladi. Zelenskiyning ilk video murojaati bo'ldi. Prezidentning nega uzoq vaqt video chiqarmagani rasman izohlanmagan, ammo u shu davrda xalqaro safarlarda bo'lgani ma'lum. Zelenskiy o'z murojaatida Trampning maxsus vakili Kit Kelloggning Kiyevga tashrifi, NATO bosh kotibi Mark Rutte va Fransiya prezidenti Emmanuel Makron bilan muloqot haqida so'zladi. Shuningdek, u Amerikaning pragmatizmi va dunyo tinchligi uchun birlashishiga umid qilib qolishini ta'kidlab o'tdi. Bugun Ukrainadaman. Harbiylardan frontdagi vaziyat, Kursk operatsiyasi haqida ma'lumot oldim. Yigitlarimiz pozitsiyalarini saqlab turibdi va shu orqali davlatimiz suverenitetini himoya qilmoqda. Bugun armiyamiz uchun yangi buyurtmalar ustida ko'p ish olib borildi. Bu bizning ichki ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan yangi shartnomalar ishlab chiqmoqdamiz. Siyosat jihatdan ham muhim kun bo'ldi. Armiya qo'mondonligi, razvedka vazirlari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazildi. Bu uchrashuvlar AQSh prezident vakili general Kellogg bilan muzokaralarga tayyorgarlik ko'rish uchun muhim edi. Ertaga mening general Kellogg bilan uchrashuv rejalashtirilgan. Bu uchrashuv umuman AQSh bilan hamkorlik konstruktiv bo'lishi juda muhim. Biz bu urushni ilk soniyadoq tugatishni xohlaganmiz. Men aniq ishonaman, biz urushni yakunlaymiz va bu mustahkam tinchlik bo'ladi. Rossiya Ukrainaga yana hujum qila olmasligi, asirlikdagi fuqarolarimiz qaytishi va mamlakatimiz kelajagi ta'minlanishi kerak.